boquvchi ona eng katta dunyosi bo'lgan. Mumkin emasga ajratib qo'yishni boshlaysiz. Chunki bola sizdagi narsani qaytarishni boshlaydi. Itoatkor bola baxtli bola deganimi? Gapini bo'lgizga bo'lmen. Chunki u keyinchalik sizga shuni gapirmay qo'yadi. Giperaktiv bolam deydi. Judayam aktivniy. Nima qilsam ekan? Sho'x bolam tinmaydi deyishadi. Farzandingizni jazolamang, farzandingizni rag'batlantiring, u qiling, travma bo'lib qolmasin. Ota-ona yomonlikni tilamaydi-da. Qachonki bola shu narsani tushunsa, ko'rsa, ishoning u baribir o'sha sizni yo'nalishingizga ketishi mumkin. Biz yaxshi ko'rib turib, ko'pincha ozor berib qo'yamiz-da. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Biz Klepe grupdagi Pro salomatlik podkasti. Bugun biz har bitta ota-onani o'ylantirayotgan narsa, munosib farzandni qanday tarbiyalash haqida gaplashamiz. Uning ishonchi komil. Tarbiya bu mukammal ota-onalar haqida emas, balki oiladagi ishonch va hurmat haqida. Tanishing, doktor Zebo Salinjanova, bolalar psixologi, ota-onalar uchun ma'ruzalar va dasturlar muallifi, xalqaro konferensiyalar ishtirokchisi. 12 yillik ish tajribasi, psixologlar assotsiatsiyasi a'zosi, Omsk gumanitar akademiyasi magistri. Zebo Bahromovna, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan juda xursandmiz. Katta rahmat kelganingiz uchun. Sizlarga ham taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz hamma uchun manfaatli bo'ladi. O'zi yaxshi farzand tarbiyalash nima degani? Yaxshi farzand tarbiyalash. Bu qanaqadir uстановкада o'zimizga men yaxshi farzand tarbiyalashim kerak. Nima uchun? Oldin o'zimizga savol berib ko'rishimiz kerak. Nima uchun shu farzand tarbiyalamoqchi biza? Bunday olib qarasa, farzand bu bizga Alloh tomonidan berilgan bitta mukofot va biza uni sotsiumga, ya'ni ijtimoiy muhitga uni moslashtirib tarbiyalashimiz kerak. Lekin tarbiya jihatdan agar bunday olib qaraydigan bo'lsak, eng avvalo o'zimizga ishonishimiz kerak. O'zimizni tarbiyamizga ishonishimiz kerak. Chunki farzandingizni ming tarbiyalang, ming uni to'g'ri yo'lga soling, gapiring, lekin farzandingiz sizda ko'rgan narsani birga bir qaytarishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki siz ko'rganini bajarishi unga osonroq. Biz ko'pincha nima qilamiz? Farzandlarimizga misol uchun telefon o'ynama deymiz. Misol uchun hozirgi kundagi eng og'ir global muammolardan aytsak, telefon o'ynamagin deymiz. Misol uchun gazli suv ichmagin, kola ichma, shirinlik yema deymiz. Lekin aslida bunda o'zimizga qarab ko'raylik. O'zimiz doim telefonda o'tiramiz. O'zimiz doim shirinliklar yeymiz. O'zimiz hech qanaqa sport bilan shug'ullanmaymiz, lekin shuni boladan talab qilishni boshlaymiz. Bola ham xuddi shunaqa narsa. U bizani kopировать qiladi. U bizadan ruxsat berilgan va bizadan yaralgan narsani, shuning uchun u bizani kopировать qiladi va o'sha narsani ko'rsatishni boshlaydi. Tarbiyalash degan joyi o'zida qanaqa to'g'ri farzandni tarbiyalashimiz mumkin? O'zimizni qanaqa kopiyamiz bo'lsa, o'shani tarbiyalaymiz. Xuddi shunaqa narsalar borki, agarda farzandingizni tarbiyasida nimadir sizga yoqmayaptimi, demak o'zingizni isloh qiling. Nima uchun o'zingizni? Chunki o'sha tarbiyani siz beryapsiz. Demak, shuni u sizda ko'ryapti. Tarbiyalashda ham birinchi navbatda o'zingizga ishonishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi kundagi misol uchun o'zimda ko'p uchraydigan muammolardan bittasi onalar kelishadi. Juda ham ko'p o'qiyapman, psixologik kitoblarni o'qiyapman. Har xil mana hozir Instagramda reelslar ko'p, to'g'rimi? Tarbiya bo'yicha farzandingizni bunaqa tarbiyalang, farzandingizni urishmang, farzandingizni jazolamang, farzandingizni rag'batlantiring, u qiling, travma bo'lib qolmasin. Bilasizmi, hozirgi kundagi образованный onalardagi eng katta muammosi to'g'ri farzandni tarbiyalayman deb ko'p berilib ketib, farzandni o'zini eshitishmay qo'yishyapti. Ya'ni bolani o'zini. Men to'g'ri tarbiyalash, mani uстановка qanaqadir shablonlarim bo'ladi-ku, o'sha shablonga qarab ketyapman-da, lekin farzand va men o'rtamdagi munosabatni unutib qo'yaman. O'zimni ustimda rivojlanaman, bolani o'qishga harakatini qilaman, lekin uni eshitishni unutaman. Oddiy misolda aytishim mumkin. Ko'pincha mana farzandingiz oldingizga yugurib keldi deylik, misol uchun nimanidir gapiryapti deylik. Ko'p onalarimiz hozirgi kundagi mana bunaqa rivojlanish davrida shunaqa bo'ladiki, yo ovqat qilayotgan bo'ladi, yoki ukasi yoki singlisi bo'layotgan bo'lsa agar ularga qarashayotgan bo'ladi, yoki yana boshqa narsalar bilan ovora bo'lib qolgan bo'ladi. Uydagi nimadir ishlarni qilayotgan bo'ladi. Yoki shunaqa bo'ladi, misol uchun farzandingiz aytaylik bog'chaga boradigan davrda bo'lsa agar bog'chadan mashinada olib ketib olasiz. Ko'pincha nima qilamiz? Mashina haydab mashinaga qaraymiz yoki yo'llarimizda o'zimizni muammolarimizni o'ylaymiz, bola gapirayotganda yo'lma-yo'l gapirib ketish holati bo'ladi-da. Bu narsa bola sizdan hech qanaqa emotsiyani ololmaydi. U nimanidir gapirib beradi-ku, восхищение bilan xursand bo'lib, o'zini hayotidagi narsalarni gapirishni boshlaydi.
Keyinchalik nima bo'ladi? Sizdan bitta reaksiya ololmadi, ikkita reaksiya ololmadi. Oddiy tarbiya bu ham. Ololmadi va keyingi safar u o'zini emotsiyalarini bildirmay qo'yadi. Gaplashmay qo'yadi. Bog'changda nima bo'ldi yoki maktabingda nima gap desak gapirmay qo'yishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki siz eshitmayapsiz. Chunki siz o'zingizni xayollaringiz bilan bo'ldingiz. Shu uchun ham tarbiyada birinchi navbatda o'zimizni tarbiyalashimiz kerak. Bola gapiryapti, o'zimizni ishimiz bilan ovora bo'lib qoldik yoki telefonda ovora bo'lib qoldikmi, srazu o'zingizga stop deng. "Men xato qilyapman hozir" demang. Prosta o'zingizga o'zingiz stop deng. Hozir men to'g'rilashim kerak. Ya'ni men xato qildim deb o'zingiz vijdoningizni qiynatmang. Yoki men travma qilib qo'ydim deb o'zingizga o'zingiz yana og'ir yuk ololmang. Hozir o'zida men to'g'rilashga harakat qilaman deng, stop deng va bolangiz bilan har doim o'tirganda o'tirib birma-bir gaplashing. Ko'zingiz ko'ziga tushsin. Qo'llaridan ushlang, gapirishni boshlang. Uni eshitishni boshlang. Qachonki u bilan kontaktga kirishsangiz birga, ana o'shanda u sizni his qilishni boshlaydi. Ana o'shanda tarbiyani o'zini ko'rishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki bizani hammamizni ona qornida onamiz va biz bo'lganmiz-da. Ya'ni atrofda boshqa hech kim bo'lmagan. Ya'ni bola va ona birga. U boshqa hech kimni ko'rmagan ham, bilmagan ham. U uchun ona eng katta dunyosi bo'lgan. Va tug'ilgandan keyin qarasa bu yoqda yana ada bor, yana aka-uka bor, yana qarindosh-urug' bor, yana socialiy muhit bor va unga moslashish kerak. Ona uni qanaqa bo'lsa shunaqasini sevgan-ku va o'sha sevgini u doim qidirishni boshlaydi. Men va onam birga bo'lgan davrni yana sog'inishni boshlaydi. Instinktivno bu narsa. Hattoki o'zimiz ham katta yoshda bo'lsak ham baribir ichimizda o'sha onamiz bo'lgan davrlarni sog'inamiz-ku. Birga hozir onam bo'lsa, gaplashib o'tirsam, xuddi shu narsani bola ham xohlaydi. Shuning uchun doim farzandingiz uchun to'g'ri tarbiyalashim kerak, travma berishim kerak, bermasligim kerak yoki qayerdadir baqirmasligim, urmasligim kerak yoki bir narsa qilishim kerak. O'ziga miyangizga og'irlashtirib yubormang. Faqatgina bolani his qilishni boshlang. Chunki bolani his qilishni boshlasangiz, shundoq ham to'g'ri tarbiya berishni boshlaysiz. Chunki bola sizdagi narsani qaytarishni boshlaydi. Aytaylik, siz doimiy ravishda charchoq hissidasiz. Uyingizda qanaqadir muammolaringiz bor, doim nervdasiz, boshqadasiz. Shunaqa bo'ladi. Misol uchun alamingizni olishni boshlaysiz bolangizdan yoki boshqa narsa yoki eshitmay qolasiz bolani, bolaga vaqtingiz bo'lmaydi, "Qo'y, hozir mani vaqtim yo'q" deyishni boshlaysiz. Bola sekin-sekin sizdan uzoqlashishni boshlaydi. Yoki misol uchun tarbiyaliman deb turib, bolani o'zini eshitmasdan mumkin, mumkin emasga ajratib qo'yishni boshlaysiz. Yo'q, bu narsa mumkin emas. Misol uchun, o'g'il bola uchun aytaylik, o'g'il boshida rivojlanayotgan vaqtda har bitta farzand hamma narsaga qiziqishni boshlaydi-da. Farqi yo'q. U bo'lishi mumkin, maska qilish, sochingizga maska qilyapsiz, sizni ko'ryapti, o'g'il bola deylik. Men ham shu maskani qilaman. Sizda mana bitta miyangizda o'qiganlaringiz bor yoki eshitganlaringiz bor. Yo'q, senga mumkin emas. Sen o'g'il bolasan. Sen o'g'il bolani narsasini qilishing kerak. U hali qilib ko'rmadimi, unda qiziqish shu narsaga yana kuchayishni boshlayveradi. Yoki misol uchun, yo'q, menga mumkin emas ekanda, misol uchun temperamentidan kelib chiqib agar xoleriklar yo'q qilaman deyishi mumkin yoki flegmatik melanxolik yo'q, menga mumkin emas ekan deb o'tiradi qaytib. Joyiga o'tirib oladi va undagi o'sha narsa talanti, qiziqishi rivojlanmay qolishi mumkin. Bu ham bitta tarbiyani biza o'zimiz to'xtatib qo'yishimiz, blok qo'yishimizga olib kelishi mumkin. Shuning uchun farzandingizni tarbiyalayotganda eng birinchi navbatda o'zingizga tarbiyangizga ishoning. Men qanaqa tarbiyalangan bo'lsam, farzandim ham xuddi shunaqa tarbiyalangan bo'ladi. Chunki men o'zimdan ortig'ini berolmayman yoki kamini ham berolmayman. Mani tarbiyamni u qisman ola olishi mumkin, balki undan ko'pini olishi mumkin, lekin yomonini ololmaydi. Chunki biza unga boricha yaxshisini berishga harakat qilamiz. Lekin qaramayapmizmi, ko'p narsada uni eshitmayapmizmi, конечно, tarbiyamizdagi yomon xislatlarni ham o'zida qaytarishi mumkin. Ota-onalar bolalariga birinchi navbatda qanaqa fazilatlarni o'rgatishlari kerak? Bu narsa bolani xarakteridan kelib chiqqan holatda. Misol uchun, hozirgi kunda juda ham ko'p trend bo'lgan narsa bor-ku, giperaktiv bolam deydi. Judayam aktivniy, nima qilsam ekan, sho'x bolam, tinmaydi deyishadi. Aslida bu juda ham zo'r, chunki uni xarakteri xolerik. U dunyoni sevadi, dunyoni bilgisi keladi, hamma narsaga qiziqishi bor. Lekin biz uni urishsak yoki noto'g'ri, nima desam ekan, qo'shimcha, misol uchun dori vositalar yoki psixotrop vositalarni ham hattoki beradiganlar bor. Nevropatologga boribdi, misol uchun, yoki beradiganlar, unda so'ndirsak, u rivojlanishda orqada qolishi mumkin qaytaga. Shu uchun ham giperaktiv bolalar bilan uni misol uchun unga xos bo'lgan tarzda yondashishimiz kerak. Oddiy misol uchun, giperaktiv bolalarni
Основной biza berishimiz kerak aynan aktivniy движение qiladigan yo'nalishida. Sport bo'lishi mumkin, turli xil suzish, kurash yoki shaxmatga agar bersangiz giperaktivniy bolaga, misol uchun unga to'g'ri kelmaydi yoki qo'l motorikasini ishlatadigan narsalarga bersangiz unga to'g'ri kelmaydi, chunki u o'tirolmaydi. Shaxmat va shashkada o'tirib 1 soat yoki yarim soat o'tirib shug'ullanish kerak. U unaqa narsalar qilolmaydi, chunki u aktivniy. Yoki misol uchun giperaktiv bola deymizda hozirgi kunda bog'chada bog'chalarni agar ko'radigan bo'lsak, giperaktiv bolalar nima qilishadi? Qator qilib, misol uchun, o'tqizib qo'yishadi bolalarni. Bir xil bola jim o'tiradi. Nima uchun? Chunki uni xarakteri shu, temperamenti, ya'ni u flegmatik bo'lishi mumkin, Melanxolik. melanxolik bo'lishi mumkin. U jim o'tiradi, yo'q desangiz indamadi. Yoki onasi ham misol uchun farzandi bilan shug'ullanayotganda, katta farzandimga o'tir desam o'tirardi deydi. Bunisi sho'x, judayam bunisi og'ir deydi. Nima uchun? Chunki uni temperamenti shunaqa. Unga yo'q desangiz ham u aytganingizni qila olmaydi. Chunki uni ichi toshib ketayotgan farzandingiz-da. Shuning uchun ham unga mosini berish kerak. Albatta nima bo'ladi? Hammasini bitta joyga o'tkazib qo'ygandan keyin u o'tirolmaydi. Chunki unga xos emas. Unga ko'proq shug'ullanadigan vazifalar berish kerak, aktivniy narsalar berish kerak. Unga ko'proq agar farzandingiz katta yoshli va katta yoshli farzandingizga misol uchun podrostklaringiz borda, o'smir farzandlaringiz aytaylik, xolerika bor. Unga nima qilish kerak? Uni ham xuddi shunaqa temperamenti baland bo'lgani uchun biza kurashga berishimiz mumkin, basketbolga berishimiz mumkin, futbolga berishimiz mumkin. U o'sha yerda hamma emotsiyasini chiqarib keladi. Xo'p, uyda nima qilishimiz mumkin? Unga asosiy vazifani berishimiz kerak. Shunaqa vazifaki u yerda bosh bo'lsin. Главный insonligini his qilsin. "Men senga ishonaman, sen shu narsani menga hal qilib berasan" deng. Shunaqa xarakteri baland bolalaringizga u обязательно shu narsani hal qilib beradi sizga. Nima uchun? Chunki u oqlashni xohlaydi, u rag'batlanishni eshitishni xohlaydi. To'g'ri, uni xarakteri, temperamentiga qarab turib to'g'ri yo'nalish tanlashimiz kerak. Aytaylik, flegmatik bolalarimiz bor, u judayam spokойный bo'lishadi, ko'p narsani eshitishadi, judayam aqlli bo'lishadi. Ularga misol uchun qo'l motorikasi bilan ishlaydi ekan. Misol uchun hozirgi kundagi tendensiyada agar aytadigan bo'lsak, IT sohasida yoki boshqa sohalarni ular bilan sekin-sekin, misol uchun robototexnika bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, mana o'sha narsalarni kirgizsak bo'ladi. Va bu bolani yanayam rivojlanishiga olib keladi. Judayam aktivniy bo'lishiga olib keladi va kelajakda ular katta-katta yutuqlarga erishishi mumkin. Bizada ko'pincha nima qilamiz? Bolamni to'g'ri tarbiyalang yoki bolamga mos narsani qilib bering, qiziqishlarini orttiring deyishadi-da. Ko'p hollarda aslida ota-ona o'zini bolaligida erisholmagan ma'lum bir orzulari bo'ladi-ku. Misol uchun, kichkinaligingizda balerina bo'lgingiz kelgandir, lekin ota-onangiz ruxsat bermagan yoki kichkinaligingizda misol uchun qaysidir kasbni egallamoqchi bo'lgandirsiz, lekin ota-onangiz ruxsat bermagan yoki sharoitingiz bo'lmagandir. Shu narsani bolada proyeksiyasini ko'rishni xohlaydi. Bolani umuman qiziqishi yo'q meditsinaga. Yo'q, san medik bo'lasan deydi. San medik bo'lasan, chunki bu mani orzuyim deydi. Lekin bola uni qobiliyati umuman boshqa bo'lishi mumkin. Va biza qachonki bolani asl qobiliyatini shakllantirsak, asl qobiliyatiga mos yo'nalishlarni tanlasak, ishoning bu bola katta yutuqlarga erishadi. Chunki hattoki shunaqa insonlar bilan ishlaganman, endi katta yoshdagi insonlar bilan terapiyada ishlaganimda 40 yoshida уже yetib borgan, o'zini ma'lum bir kasbida ishlaydi, lekin umuman maza qilolmaydi. Umuman hech qanaqa bir ruhlantira olmaydi uni shu kasbi. Просто oylik uchun ishlaydi. Lekin har doim ishga borganda charchab borib, charchab keladi. Ishi unga zavq bermaydi va shu narsa nima uchunligini oxiri surishtirib, полный ishlagan, analiz qilganimizdan keyin shu narsa ma'lum bo'lganki, chunki uni kasbi, uni qobiliyati umuman boshqa narsa. U nimadir kolleksiya qilishni yaxshi ko'radi yoki melkiy motorika bilan shug'ullanishni yaxshi ko'radi yoki yana boshqa narsa. Uniki boshqa bo'lgan. Ab Oldinlari ham misol uchun shunaqa narsalar ko'p bo'lganda, ota-onalar misol uchun qaysi kasb hozirgi kunda trend bo'lsa, qaysi kasb ko'proq pul olib kelsa, o'shanga qarab farzandini yo'naltirishgan yoki shunaqa narsalarni misol uchun eshitganman. Qiz bolalarni ko'pincha medsestra bo'lasan, chunki bu o'lmaydigan kasb yoki tikuvchi bo'lasan, chunki bu doimiy kerakli kasb, lekin uni talanti umuman boshqa narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bolalar bilan ko'proq eshitsak, uni gaplarini eshitsak, fikrlarini, qiziqishlarini har bittasini olib borib ko'rishimiz kerak. Chunki bola uchun bu yangilik. Misol uchun, bola qaysi kasb nimaligi to'g'risida hech qanaqa tasavvurga ega bo'lmaydi. Umuman tasavvuri yo'q. Qachonki uni his qilib ko'rsagina,
ana o'shanda tushunchaga ega bo'ladi va shunga qarab biza yo'naltirishimiz mumkin. Hozirgi kunda man o'ylayman judayam oson bu narsani tashkillashtirish. Ya'ni zamonaviylashib ketayotganimiz sababli har xil kasblar bo'yicha o'yingohlar ham bor. Har xil kasblar qilingan. O'sha yerda shug'ullanib ko'rish mumkin yoki qandaydir qiziqishi bo'lsa olib borib ko'rsatib ham kelish mumkin. Iloji bor shu narsani va shu narsa orqali bolada kasbga nisbatan to'g'ri yo'nalish ko'rsatishlik bo'ladi. Xo'p, mana yosh bola ular o'smir paytida rassomchi bo'laman deydi. Yoki mana modelyer, dizayner bo'laman deydi. Ota-ona turib olgan, yo'q san ITga borasan, hozir trendda pul ko'p topishadi. Bu yerda nima qilish kerak? Bola o'zini yana bo'ldi, mana ota-onam aytdi deb o'tirishi kerakmi yoki Mana bu yerda ham yo'li bormi? Da, bu yerda ham mana qarang. Agarda biza flegmatik va melanxolikka yo'q, san mana bu kasbni tanlaysan desak, u xo'p deydi. Nima uchun? Chunki ular ko'nikuvchan hisoblanadi eng ko'pi. Lekin xolerik va sangvinikalar yo'q qilaman deydi. Qilaman shu narsani, man baribir borib qilib ko'raman. Bu yoqda ya'ni hozirgi agar aytishyapti-ya mana alfa zamonidagi bolalar bor, boshqa bor. Ularga siz yo'q desangiz ham baribir o'zinikini qiladi. Lekin misol uchun bizani davrdagi ko'pincha nima bo'lgan ota-onadan maslahatlashishga. Nima qiladi? Agar yo'q desa bo'pti, mayli yo'q ekanda deyishgan. Bunaqa paytda nima bo'ladi? Biza bolani eshitishimiz kerak. Bu hayot farzandingiz o'ziniki. Siz ota-ona sifatida farzandingizni ma'lum bir davrgacha to'g'ri yo'nalishi ko'rsatuvchisiz. Unga ko'rsatyapsiz shu yo'nalish. Lekin u farzand sizni собственностьingiz emas, ya'ni sizni mulkingiz emas-ku. U farzand o'zi rivojlanishi mumkin-ku. Uni ham o'zini qobiliyati bor. Alloh uni nimadir talant bilan yaratgan. Qanaqadir missiyasi bor-ku bu dunyoda. Biza o'zimiznikini emasda proyeksiya qilishimiz kerak emasda, ko'proq bolani eshitishimiz kerak. Agar bola ham misol uchun shu narsaga qiziqyapti, olib borib ko'rish kerak. Aytyapman, hozirgi kunda частный misol uchun o'zimni ham farzandim bor. Ma'lum bir narsalarga qiziqadi. Bir davr keladi, shunga qiziqadi. Bo'ldi, yur borib ko'ramiz deyman. Bo'ldi, mayli, men seni eshitaman, borib ko'ramiz va borib ko'ramiz. Oddiy o'zimdan ham misol aytishim mumkin. Men ham o'zim военный sohaga ishga kirgim kelgan. Yoki advokat bo'laman deganman. Lekin meni ota-onam adamlar yo'q deganlar. Advokat bo'lmaysan, qanaqasiga advokat, qiz bola advokat bo'lmaydi. Keyinchalik erga tegishing bor deyilgan. Ya'ni ular zamonida shu narsa birinchi o'ringa qo'yilgan. Yo'q, men advokat bo'laman, meni bu missiyam shu deganman va adam baribir yo'q deganlar. Xuddi shunaqa meni meditsina sohasida o'qiysan deb kollejda men Borovskiyda o'qiganman. Va o'qiganman, lekin umuman mazza qilmasdim. Ko'rganlar. Mana shuni ko'rganlar. Yana ham aytganlar. Men shu yerda xato qildim. Chunki farzandim mazza qilayotgan joyi yo'q. Uni umuman qiziqishi yo'q bu narsa bo'yicha. O'qishga boradi, keladi, hech narsasi yo'q deganlar. Va keyinchalik men bilan suhbatlashib, gaplashib, yana nimaga qiziqishim bo'yicha, qanaqa qilib to'g'rilasa bo'ladi, shunga qarab turib meni psixologiyaga yo'naltirganlar va tushuntirib berganlar. Nima uchun shu kasb muhim? Ya'ni bu kasbni men xohlayman demaganlar. Men shu kasbni egallashing kerak yoki shu kasb ko'p pul topadi, mana bunaqa demaganlar. Meni qiziqishim bo'yicha tushuntirib berganlar. Sen shu kasbda ishlasang, mana shu narsani qila olasan, bunaqa qila olasan, mana bunaqa qila olasan deb tushuntirib berganlar. Qachonki bola shu narsani tushunsa, ko'rsa, ishoning u baribir o'sha sizni yo'nalishingizga ketishi mumkin. Faqat yo'q deyish kerak emasda. Kategorически yo'q. Bunaqa mumkin emas, buni qila olmaysan yoki mana bunaqa qilasan desak, biz xato qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, ota-onalar nima bo'lgan taqdirda ham farzandini yaxshi ko'radi. Biz yaxshi ko'rib turib, ko'pincha ozor berib qo'yamizda. Nimaga? Chunki biz hayotimizda ko'p davrlarni yashab o'tdik-da. Misol uchun qiynaldik, qattada sindik, og'rindik, xato qildik va biz nima qilamiz? Nimani xohlaymiz? Farzandimiz bunaqa qiynalmasin. Farzandimiz oson yashasin, farzandimiz mazza qilib yashasin. Mandagi qiynalmasin deymiz va ko'pincha uni asrashga harakat qilamiz. Yo'q, bu mumkin emas, yo'q, mana bunaqa emas, yo'q, bunaqa emas deymiz. Asrab, yaxshi ko'rganimizdan asraymiz-yu, lekin farzand uchun bu biza xohlagan natijani bermaydi. Biza kutayotgan natijani bermaydi. Chunki farzand bunaqa paytda nima deydi? Meni ota-onam tushunmayapti deydi. Agar hayz og'rig'i sizni bezovta qilsa, Farsil qabul qiling. Farsil og'riqdan tezda xalos bo'lishga va normal hayotga qaytishga yordam beradi. Farsil og'riqdan kuchliroq.
Ota-ona yomonlikni tilamaydi-da. To'ppa-to'g'ri, lekin farzandni ko'zi bilan tushib qarang. U bu dunyoni ko'rmagan. U bu xatolarni qilib ko'rmagan hali. Bizani ham ota-onamiz vaqtida, misol uchun, bu narsa noto'g'ri deb aytgan bo'lsa, baribir shuni qilib ko'rgimiz kelgan. Nima uchun? Chunki qachon o'zingiz shu og'riqdan o'tsangiz, sizda opit paydo bo'ladi, bilim paydo bo'ladi va keyinchalik bu bilim sizni o'sishingizga yordam beradi. Ma'lum bir og'riqlar biz uchun kerak. Lekin biz shuni asrashni xohlaymiz-da. To'g'ri, biz mana bu joyda asrashimiz mumkin deylik-a, lekin boshqa joyda undan battar qiynalib qolishi mumkin. Shu uchun bolani xato qilishiga ham ruxsat berishimiz kerak. Xo'p, xato qilgan bolani qanday qilib u yog'iga ishlashimiz kerak? Mana aytaylik, noto'g'ri ish qilib qo'ydi. Kimnidir borib urdi farzandingiz deylik-a. Misol uchun подростковый vaqtda shunaqa bo'ladi. Yoki chekib keladi, nimanidir yoki boshqa noto'g'ri narsalar qilib qo'yadi. Shunaqa paytda nima qilish kerak? Yoki ko'p telefonga mukkasidan ketib qoladi. Ko'pincha ota-onalar shart oladi, kategorически yo'q qilib qo'yadi-da. O'sha yoqqa uzib qo'yadi. Urishib uzib qo'yadi yoki telefonni olib qo'yadi yoki misol uchun aytaylik, noto'g'ri ish qilding deb butun hammani oldida urishishi mumkin farzandi. Bu judayam noto'g'ri ta'sir qiladi Yoki uyda bolaga. yopib qo'yadilar. Uyda yopib qo'yishi mumkin, to'ppa-to'g'ri. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Bunaqa vaziyatda biza bola nimanidir xato qildimi, misol uchun, nima uchun shu narsa unga noto'g'ri ta'sir qilishini tushuntirib berishimiz kerak. Ya'ni uni biza nima uchun jazolayapmiz? Mana prosta senga shu narsa mumkin emas deb urishimiz kerak emasda, yoki misol uchun to'g'ridan to'g'ri urishib ketishimiz kerak emasda. Ya'ni tushuntirishimiz kerak. Nima uchun hozir biza undan jahlimiz chiqyapti. Bolaga urishayotganimizda, ya'ni jazolayotganimizda doimiy ravishda aytishimiz kerak. "Man butun boshli sani jazolayotganim yo'q. Men seni yaxshi ko'raman. Sen mani farzandimsan. Sen mani tarbiyamni namunasisan. Man sani mana shu qilgan ishingdan jahlim chiqyapti." Tushuntira oldimmi? Ya'ni fokusni "Man sendan xafaman, sen noto'g'ri ish qilding yoki sen mana bunaqa qilding" deb bolani o'ziga qaratmaymiz. Uni qilgan действияsiga, harakatiga qaratamiz. Ya'ni "Man seni butun boshli seni yaxshi ko'raman, lekin mana shu qilgan ishing mani dilimni og'ritdi. Men xafa bo'ldim shu narsadan. Chunki mani farzandim bunaqa bo'lishini xohlamasdim. Yoki men berayotgan tarbiya shu darajada xato bo'ldimikin, sen shunaqa xato ishlar qilding. Nima bo'ldi ekan, sen shu narsani qilding." Ya'ni biza основной uni qarashini "Mani ota-onam yomon ko'radi, endi mani ota-onam mani o'ldiradi yoki boshqa narsa qiladi" deb emas. Aynan mani qilgan ishimda men mana shu narsani xato qildim, qilgan действияsiga qaratishimiz kerak. Chunki bola sezishi kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham ota-ona uni qabul qiladi. Ota-ona uni sevadi. Ko'p mana misol uchun oxirgi eshitamiz-ku, mana yengil yillarda ko'ramiz, bola misol uchun nimadir xato qilib qo'yadi. Borib misol uchun o'zini o'ldirib qo'yishi mumkin, osib qo'yishi mumkin, joniga qasd qilishi, shunaqa narsalar bo'lishi mumkin-a. Nima uchun shu narsa bo'ladi? Chunki agar shu ishni qilsang, men seni o'ldiraman degan gaplarni eshitishi mumkin. Men seni qabul qilmayman degan gaplar yoki hozir men mana shu narsani borib ota-onamga aytsam, ular meni o'ldiradi degan miyasida shu установка qolib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin ota-ona uni o'ldirmaydi. Bolani ko'zi bilan qaraganda bola shunaqa ko'rishi mumkin. Shuning uchun bolani jazolayotganimizda biz nima bo'lgan taqdirda ham men seni yaxshi ko'raman. Chunki sen meni yarmimsan. Men seni boringcha yaxshi ko'raman. Shu xato, kamchilik, noto'g'ri ishlaring hammasi bilan seni yaxshi ko'raman. Seni borliging uchun yaxshi ko'raman. Seni mana shu qilgan ishing ustida keyin ishlaymiz. Birga gaplashamiz. Nima uchun shu ishni qilding? Shu yerdan nima xulosa olsak bo'ladi? Hamma narsaga nisbatan ham bola xato qilib qo'ydi va o'zini o'zi jazolab, depressiyaga ham kirib ketishi kerak emas, stressga tushishi. Biz просто unga tushuntirishimiz kerak. Bu narsa unga qanchalik og'riqli, bu narsa atrof muhitga nisbatan qanchalik og'riqli, bu narsa uning kelajagiga qanchalik ta'sir qilishi mumkinligini tushuntirishimiz kerak. Bizada shunaqa narsa borda, noto'g'ri fikr borda, bola ham tushunmaydi baribir. Lekin agarda kichkina farzandingiz 1 yoshli, hattoki hozir 3-4 oylik farzandlarni bundoq qarang, yaxshilab kuzating. Sizni hamma holatingizni tushunadi. Mana bizada fikrimiz bor, u tushunmaydi. Lekin aslida u tushunadi, chunki bola mani eshitmayapti, mani ko'rmayapti degan joyda ham yaxshilab ahamiyat bering. Ko'pchilikni oldida ham bola aynan sizga qarab o'tirgan bo'ladi. Chunki siz uni ota-onasiz, siz uni himoyasisiz. U faqat sizga qarab, kuzatib o'tiradi. Onam nima qilyapti? Onam qanaqa his qilyapti? Qanaqa emotsiya beryapti? Misol uchun nimadir yaxshi ish qildi, siz "Vau, zo'r emotsiya berdingiz-a", o'shanga qarab ish qilishni boshlaydi. Yoki nimadir xato qildi, siz jahlingiz chiqsa, "Bundoq qarang, bundan xafa bo'ladi" deb o'ziga xulosa oladi.
Lekin biz uni qanchalik eshitmasak, qanchalik uni zapretlarga qo'yib qo'ysak, shu darajada u yopilib, undan battar man o'zimga vнимание xohlayman deb noto'g'ri ishlar ham qilib ketishi mumkin. Hammada bo'ladi shu davr, misol uchun o'smirlik davrida. Siz prosta tasavvur qilib ko'ring-da, bolangiz bugun chaqaloq deylik yoki 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh, 4 yosh, hamma aytganingizni qilyapti. Lekin hozirgi kunda уже 9 yoshdan sekin-sekin boshlanyapti-da. 9-10 yoshli bolalar yo'q deyishni boshlaydi yoki jahl qilishni boshlaydi, qilmayman deyishni boshlaydi yoki sizni aytganingizdan umuman teskarisini qilishni boshlaydi. Ya'ni o'smirlik davrida chunki ularda man shakllanishni boshlaydi. Mani territoriyam, mani samootsyenkam degan shaxs xususiyatlari shakllangandan keyin u yo'q deyishni boshlaydi. Qayerdadir sizni xafa qilishni boshlaydi, qayerdadir bolangiz so'kishni boshlaydi, noto'g'ri ishlar qilishni boshlaydi. Bu davr baribir bo'ladi. Lekin undan oldingi davrda qanchalik bolangiz bilan yaqin bo'lgan bo'lsangiz, uni eshitgan bo'lsangiz, uni tushungan bo'lsangiz, ishoning, bu davrdan ham siz oson o'tib ketasiz. Bu davrdan ham oson o'tib ketasiz. Chunki u sizga ishonadi. U biladi, nima bo'lgan taqdirda ham mani ota-onam meni yaxshi ko'radi va men o'sha yaxshi ko'rishini oqlayman. Va bolangizda ham xuddi doim shunaqa narsani gapiring. Men senga ishonaman. Chunki men o'zimga ishonaman. O'zimni senga berayotgan tarbiyamga ishonaman. Va shunga ishonganim sari men bilaman, shu sen shunga yarasha to'g'ri yo'nalishda borasan. Chunki sen meni farzandimsan. Men sendan faxrlanaman. Sen to'g'ri yo'lda bo'lishingni bilaman. Bola shuni tushunishni boshlaydi. Nima ish qilsang ham, farqi yo'q. Mana yo'lda ketyapti, aytaylik darsdan qochdi yoki boshqa narsa qildi. O'sha paytda ham birinchi bo'lib ota-onasini eslashni boshlaydi. Ota-onam hozir xafa bo'ladi-ku deydi. Yoki misol uchun ularga bu ko'ngliga ozor berishi mumkin-ku deb sразу o'zini to'g'irlab oladi. Aslida qaysi bolalar ko'p xato ishlar qilishni boshlaydi yoki noto'g'ri yo'lga kirishni boshlaydi? Uyda eshitilmagan farzandlar. Uyda unga mehr berilmagan farzandlar. Bunda ham ota-onalarni kategorически ayblash ham xato. Nima uchun? Chunki hozirgi zamonaviylashib ketayotgan zamonda shunaqa bo'lyaptiki, misol uchun oldinlari onalar uyda o'tirgan bo'lsa, otalar ishlagan bo'lsa deylik-a, hozirgi kunda ham ona ham ota ishlayapti. Ya'ni zamon shuni talab qilyapti. Ya'ni bolam yanayam yaxshi yashasin deb ona ham ishlaydi, ota ham ishlaydi. Va bola nima bo'lyapti misol uchun, частный misol uchun maktab yoki bog'chalarda ertalabdan kechgacha maktabda yoki bog'chada nimadir bilan занят deylik. Yolg'iz bo'lib ketadi. Ha, вот именно. To'ppa-to'g'ri. Yolg'iz bo'lib qolib ketadi yoki davlat maktablarida misol uchun yarim kun maktab, qolgan kunlari yo buvisinikida, yo o'zi uyda kelib telefonda. Emotsiyasini hech kim bilan bo'lisha olmaydi. Bundoq olib qarasa, bu yerda ota-onalarni ham ayblashimiz xato. Chunki zamon shuni undan talab qilyapti. Ular ham yaxshi yashashni xohlashyapti. Bolasi uchun, kelajagi uchun, yaxshi joyda o'qishi uchun ular harakat qilishyapti. Bunaqa paytda nima qilishimiz mumkin? Bunaqa paytda har bitta farzandingiz uchun alohida kun belgilang. Ya'ni aytaylik, sizni 3 ta farzandingiz bor deylik-a. Mani farzandlarim deb uchalasini yig'ib olib ketmang. Chunki farzandlar har doim esingizdan tursin, har bitta farzandingiz ona qornida siz va u bo'lgansiz. Boshqalar bo'lmagan. Va u doim o'sha narsaga talpinib yashaydi. Instinktivni. O'sha menga onam qarasin, menga qarasin deydi. Qaysidir Ajratyapti. mani ajratyapti deydi. Shuning uchun bolalaringiz bilan kelishgan holatda haftada 7 kunimiz bor. Bir kunimiz hammamiz uchun oilaviy kun. Ota bilan, ona bilan hamma oilaviy bir kunimiz. Misol uchun umuman sharoitingiz yo'q hozirgi kunda. Uydasiz-ku, to'g'rimi? 1 soatga hammani telefonni olib yig'ing-da, korobkaga joylang yoki qayergadir olib kirib qo'ying-da. 1 soat prosta o'tiring, gaplashib, nimadir o'yin o'ynang. Televizor ham yoqmang. Ya'ni atrofingizda shum bo'lmasin, hech narsa bo'lmasin, sizni chalg'itadi. Hammanglar birga o'tirib nimadir o'ynang. Ko'rasiz, o'sha narsa bolada farzandingizda yanayam mehr-oqibat uyg'onib ketishni boshlaydi. Va har bitta farzandingiz uchun alohida siz bilan uchrashuv kuni. Agar o'smir farzandingiz bo'lsa, bu uchrashuv kunini uni o'ziga tashlang. Ya'ni men sen bilan payshanba kuni meni, agar o'g'il bola bo'lsa agar, meni uchrashuvga taklif qilishingni xohlayman. Sen bilan birga vaqt o'tkazishni xohlayman. Nima plan qilasan kun bo'yicha, misol uchun, men shuncha vaqt deylik, agar целый день vaqtingiz bo'lmasa, men shuncha 3 soat vaqt deylik. O'sha 3 soat ichida nima qilishni xohlarding birga? Qanaqa vaqt o'tkazishni xohlarding? Va o'sha paytda hech qanaqa telefon, atrofdagi boshqa shum, hech narsa mumkin emas.
Faqat ikkalamiz eshitamiz bir-birimizni. Balkim qayergadir просто kafega borib o'tirarmiz, bitta qahva icharmiz yoki yana boshqa narsa. Harakat qiling, o'sha bola bilan ko'z-ko'zga tushib, qo'ldan ushlab, bu vaqtim san uchun. Lekin o'smir paytida menga tegmanglar, yo'q xohlamayapman desachi? Unaqa payt nima uchun paydo bo'ladi shu narsa mana? Menga tegmanglar, chunki undan oldin gapirgan bo'ladi-da shu bola. Biz eshitmagan bo'lamiz. Biza o'sha momentda ishimiz bilan ovora bo'lamiz, yo telefonimiz bilan ovora bo'lamiz yoki nimadir gapirgan vaqtda aytaylik, bolangiz kelyapti, "Men bugun darsdan qochdim" deyapti. "Nimaga qochding?" deb urishyapmiz. Men o'zimda ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Eslayman-da. Institutda o'qigan vaqtimda, adam meni olib ketganlar-da. Men aytganman, "Ada, men bugun darsdan qochdim 4-baradan deb qilib men kinoga bordim" deganman. Qo'rqib aytganman, lekin aytganman shu narsani. Aytganimda adam, "Nima qilding? Maza qildingmi?" degan. "Maza qildim" desa, "Ha, maza qilib keldim qizlar bilan" deganman-da. "Zo'r, молодец, tabriklayman. Zo'r narsani qilibsan. Bo'ldi. Qilib bo'lding-ku уже. O'shgandan do'q yo'q. Qilib bo'ldik-ku shu narsani. Bola qilib bo'ldik-ku, ko'rib bo'ldik-ku. Zato bitta narsa sizga xursand bo'lishimiz kerak, shu narsa bizga yetyapti, bo'lishyapti. Bilmay qolishimiz hech gap emas-da. Shu narsani eshitmay qolishimiz, bilmay qolishimiz, nima desam ekan, ko'rmay qolishimiz juda oson. Juda tez bo'lib ketishi mumkin-da. O'shanda adam aytganlar, keyin tushuntirganlar, "Молодец, shu narsani zo'r qilibsan, lekin shu san uchun ming maza qilgan bo'lsang ham, mana shu davr o'qishing bu san uchun kerak, kelajaging uchun poydevor. Shu narsani doimiyga o'zgartirmagin. Chunki bu narsa kelajakda senga mana shunaqa bo'lishi mumkin, bunaqa bo'lishi mumkin, unaqa bo'lishi mumkin" deb sekin tushuntirib berganlar. Nima sababdan qochish mumkin emas darsdan. Nima sababdan shu ishni qilish mumkin emas degan narsa. Keyin tushunganman, ha, to'g'ri deganman. Va tushunib yetib shu narsaga kelganman. Конечно, hamma bola tushunmasligi mumkin. Ya'ni bitta shablon bolani tarbiyalash bo'yicha yo'q-da. Bittasiga bunaqa gapirasiz, bittasiga unaqa gapirasiz. Bu katta mehnat talab qiladi. Это tруд, большой tруд deydi-ku. Вот xuddi shunaqa. Bu katta mehnat bitta farzandni tarbiya qilish. Lekin farzandingizni to'g'ri tarbiyalab, unga kelajagi uchun to'g'ri stimul bermoqchimisiz, uni eshitishga harakat qiling. Ko'p joyda gaplashishga harakat qiling. Qachonki bola siz bilan gaplashishni bilsa, eshitishni bilsa, ichidagi emotsiyalarni ko'rsatishni bilsa, unga yoqmayotgan narsada, misol uchun, agar o'g'il farzandi bo'lsa, ko'pincha nima qilishadi? Yig'lasa, "Yig'lama, o'g'il bola yig'laydimi? Yig'lama" deydi. U bola-ku. U hali o'zini o'g'il bola yig'lamaslik kerak, bu uyat degan tushunchasi unda yo'q-ku. Unda ham emotsiya bor, u bola. Ko'pincha nima bo'ladi, misol uchun, farzandlar orasida hamda shu ajratishlarga nima sabab bo'ladi? Farzand tug'ildi, aytaylik, 3-4 yoshdan keyin yana ikkinchi farzandingizni tug'dingiz. Chaqalog'ingizga qarab turib, misol uchun, unga nimadir vazifa berayotganingizda "Kattasan-ku san, san tushunsen-chi" deymiz. Keyin o'rtada rashk bo'ladi To'ppa-to'g'ri. bir-biriga. Nima uchun? Chunki biza aybdormiz, uni bolaligini esimizdan chiqardik. Aslida u nima bo'lgan taqdirda ham bola. Unga bola ko'zi bilan qarashni o'zimiz to'xtatib qo'ydik. Shu uchun ham unda keyinchalik ajratish boshlanadi. U ko'proq unga mehr beryapti, uni eshityapti, unga qarayapti. Amaldan doim mana urishadi yoki talab qilishni boshlaydi. Bu narsani hammasi mana aytyapman-ku, kichkina yoshda qanaqa to'g'ri sekin-sekin gaplashib, eshitib to'g'ri tarbiyalashni boshladingizmi, katta bo'lganda qiynalmaysiz. Unga misol uchun har bitta bolani o'zini emotsiyasini his qilish uchun, u bilan gaplashib, dardlashish uchun, u bilan uchrashuv taklif qilyapsiz. Misol uchun aytaylik, dushanba kuni katta farzandingizni kuni deylik. 1 soat yoki misol uchun yoki yarim soat yurib kelamiz, aylanib kelamiz magazinga deng. Yoki aylanib kelamiz, просто прогулка qilib yurib chiqamiz. 10 ming qadam qilamiz deng. Bu bizani ishimiz bo'ladi. Davay ketdik deganda ikkalangiz yuring. Ikkalanglar yursanglar u gapirishni boshlaydi. Hamma ichidagi fikrlarini, boshqasini gapirib, siz o'sha paytda o'zingizni ushlashga harakat qiling. Qaysidir joyda uni gapini bo'lib, nimanidir tushuntirib bergingiz keladi. Bo'ladi shunaqa narsa. Baribir biz hammamiz xato qilamiz. Gapini bo'lgingiz bo'lmang, chunki u keyinchalik sizga shuni gapirmay qo'yadi. Baribir meni eshitishmas ekan deydi. Shunaqa paytda bo'ldi, o'zingizni uspokoyить qiling-da, ichingizda misol uchun nima bo'lsa ham istig'for aytib yuring yoki boshqa narsa aytib, o'zingizni ushlab turing-da, uni eshitib, uni gapini tugatishini kuting. Keyin, undan keyin, "Bilasan, meni ham fikrimni bilishni xohlayman" deng. Ha, sizni fikringiz nima degandan keyin gapiring, chunki u sizni eshitishga уже tayyor. Ana o'shandan keyin "Mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa bo'ladi" yoki "San qilgan, o'ylagan gaplaring hammasi noto'g'ri" deb unikini noto'g'riga chiqarib tashlamang. U o'zi tushunsin, shu qilgan ishi noto'g'ri.
Tushuntira oldimmi? Shunaqasi biz sekin-sekin bolani tarbiyalashimiz mumkin bo'ladi. Uni eshitib, tushunib, gaplashib, fikrlarini berib va har doim esingizda turishi kerak. Bolaga doim, misol uchun nimanidir tushuntirayotganimizda u qilgan harakatini baholab berishimiz kerak. Uni o'zini emas. Urushayotganimizda "Mana sen ahmoqsan deysan" deymiz-ku. Nimadir urishib qo'yamiz-ku baribir urushayotganimizda. Demak, u butun boshli "Man ahmoqman" deydi. Yo'q, sani qilgan ishing mana shu yerda sen ahmoqlarni ishini qilib qo'yding. Mana shu действиеңda, mana shu harakatingda sen ahmoqona ish qilib qo'yding. Ya'ni sen qilgan mana shu 1 minutlik, 1 sekundlik narsang noto'g'ri. Sen butun boshlisan, to'g'risan aslida. Shu narsani qachon bolaga to'g'ri singdirishni boshlasak, ishoning bola ham sekin-sekin tushunishi, to'g'ri fikrlashi, to'g'ri o'sishi boshlaydi. Hozirgi davrda ota-onalarga qiyin. Chunki, oldinlari telefon bo'lmagan, internet bo'lmagan. Bolalar misol uchun, o'zim ham misol uchun TikTok bir xil narsalarga kirmayman, lekin, farzandimni misol uchun, anaqada YouTube'da ko'rib o'tiradi, boshqasida ko'rib o'tiradi. Kontrol qilgis keladi, lekin qilolmaslik darajasi ko'proqda hozirgi kunda. Va shunaqa paytda prosta bolani eshitib tushuntirishni boshlash kerak. Nimaga qiziqyapsan? Qanaqa bo'lyapti? Nimani ko'ryapsan? Qanaqa ko'ryapsan? Hamma bola xato qiladi. Hamma bir marta qilib ko'radi. Misol uchun ruxsat bermagan ishingizni qilib ko'rishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. O'sha paytda prosta "Xo'p, qildingmi? Nima his qilding shu narsani?" Oddiy misolda bola bog'chadan chiqayotgan vaqtda ko'p ko'rganman shu narsani. "San ovqat yedingmi bugun?" deymiz bolaga. Yoki misol uchun, "Sani o'qituvching urishmadimi? Bog'chaga urmadimi? So'kmadimi?" deymiz bolaga. "San bog'chada nima qilding? San bog'chada nima his qilding? Kim bilan o'ynading? O'rtoqlaring kim? Qaysi biri bilan gaplashding?" O'shanaqa savol bermaymiz. Bizga основной muhim ovqat yedimi bola, bog'chada urishmadimi? Uni qolgan vaqti bizga qiziq emasda. Agar siz qolgan vaqtini so'rashni boshlang, bola har safar siz uni bog'chadan olib ketgan vaqtingiz to uyga borgunigacha og'zi tinmay gapirishni boshlaydi. "Man bugun mana bunaqa qildim, mana bunaqa qildim, mana bunaqa qildim" hammasini aytishni boshlaydi sizga. Chunki sizga qiziqligini biladi. Tushuntiradimi? Shunaqasi biz sekin-sekin bolani shakllantirsak bo'ladi va kasbda ham xuddi shunaqa. Uni temperamentiga xos kasblarni to'g'ri berishimiz kerak. To'g'ri, biza boshqa narsani xohlaymiz. Hozirgi kunda ayniqsa. Bir xil kasblar misol uchun rivojlanishida, misol uchun hozir endi texnologiyalar rivojlanganda уже yo'qolib ketyapti. Bir xil kasblar yanayam rivojlanib ketyapti. Bolaga ruxsat berishimiz kerak. Aytaylik, hozirgi kun misol uchun ko'p yoshlarni ko'raman, "Kim bo'lmoqchisan?" desam, ko'pincha bloger bo'lmoqchiman. Chunki hozirgi kunda bu trend. Хорошо, bloger bo'lmoqchisan, молодец. Bloger bu sani kasbingni ko'rsatish uchun. Mana misol uchun Instagramda blog olib boraman. To'g'rimi? Bu mani yo'nalishim. Lekin mani kasbim psixologlik. Demak, kasb tanlashimiz mumkin. Qo'shimchasiga blog bemalol yurg'izsang bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Yoki "Yo'q, hech qanaqa, sen bloger bo'lmaysan" deyish kerak emasda. Unga alternativa ko'rsatishimiz kerak, variant ko'rsatishimiz kerak. O'shandagina biz bolani fikrini eshitib, to'g'ri yo'nalishga qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi. Nimaga ota-onalar ko'pincha qiz bola bilan o'g'il bolani judayam katta farq qilishadi va misol uchun deylik, o'smir yoshdagi qiz bola и bog'cha yoshli o'g'il bola. И bu yerda katta deylik vayna boshlanadi. Shuni haqida gapirib bersangiz. Bu bizani ham tarbiyamizga bog'liq mundoq olib qarasa, ya'ni bunga faqat mana shu sabab deb aytib bo'lolmaydida. Ya'ni hamma narsa ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun faqat qiz farzandi borlar orzu qiladi-yu o'g'li bo'lishini, lekin qizlarni hammasi yaxshi ko'radi. Lekin orzu qiladi o'g'li bo'lishni. Nima uchun? Misol uchun agar din bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak ham, hattoki, qiz farzandi ham oilani, otani anaqasini genini davom ettiradi degan narsalar ham mana yaqinda ko'rdim-da, reelsda shunaqa narsani ham eshitdik. Lekin balki hamma o'g'il xohlaydi, davomchim bo'lsin deydi, u bu deydi. Bu ham bir bizani tarbiyamizdan va mentalitetimizdan eng birinchi navbatda shu narsani eshitib katta bo'lganmiz. Keyingisi, bilasizmi, har bitta farzand nima bo'lib hammani farzandi baribir o'zida, lekin kuzatuvlarni eng asosida qiz bola ko'proq otasiga mehribonroq bo'ladi, o'g'il bola ko'proq onasiga. Va shu uchun ham ona o'z-o'zidan xohlasa xohlamasa uni ko'proq yaxshi ko'rishni boshlaydi. Oddiy misolda har doim o'zimni o'quvchilarimdan ham shu narsani aytaman. O'g'il farzandingiz ko'chadan oddiy gul
ko'chada o'sib yotgan gulni bog'cha paytida ko'tarib kelsa agar, "Voh, mani o'g'lim shu narsani ko'tarib keldi" deymiz-da. Lekin qiz farzandimiz sal chiroyli rasmga tushsa, "Lekinlama" deymiz. Ushamiz uni. Buyam bizani nima desam ekan, o'sha eskidan eshitib kelgan uстановkalarimiz va tarbiyamiz. Bundoq olib qarasa agar hozir bizada o'tish davrida, ya'ni oldingi masalan bizani ota-onalarimiz yashagan bizdagi prinsiplar ham bor. Biza o'rtada turganlar biza va bizdan keyingilar va chaqaloqlarni oladigan bo'lsak, qaytagi biza ko'proq ularni eshitishga qaraganmiz. Ya'ni qiz farzandni ham o'rnini bilamiz, o'g'il farzandni ham o'rnini bilamiz. Lekin bu yoqda balansni ushlash qiyin. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir inson obyektiv qarashni xohlagan taqdirda ham biz baribir subyektiv qaraymiz-da. Qaysidir farzandimizga nisbatan o'sish tajribasi bo'yicha desak ham yoki boshqa narsa bo'lsa ham baribir mehrni sal ko'proq berib qo'yishimiz mumkin. Bu narsani psixologik agar tahlil qiladigan bo'lsak ham, bu bizani emotsiyamiz. Baribir ham o'sha ota bobolarimizdan eshitib kelgan uстановkalarimiz bor. O'g'ling bo'lishi shart, o'g'ling sani kelajakda boqadi, o'g'il baribir o'g'il degan fikrlar bor. Lekin qanaqa qilib shu vaziyatga kelganimizdan keyin u yog'ini tahlil qilishga harakat qilaylik deyman. Nima sababdan kovlab o'tirmasdan-da, ya'ni mana shunaqa vaziyat bo'lyapti bizada. Bola rashk qilyapti, kichkina bola katta qizni ajratish sababli rashk qilyapti. Shunaqa paytda biz eng zo'r har bitta bolangiz bilan alohida vaqt o'tkazish. Chunki ko'pincha biz aylanishlarga ham qiz, ham o'g'il farzand bilan birga chiqamiz. Aytaylik, o'smir farzandingiz bor, yana kichkina 3 yoshli, 4 yoshli farzandingiz bor. Siz aylanishga hammanglar birga chiqqanda siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi kichkina bolaga ko'proq qaraysiz. Chunki u kichkina, u nimanidir to'kadi, to'g'irlashga harakat qilasiz, boshqa bu o'zini eplayapti-ku deysiz. Shu uchun ham har bitta farzandingiz bilan alohida vaqt o'tkazishga harakat qiling. Ana o'shandagina u o'zini "Men ham bu joyda o'rnim bor" degan hissiyotga uyg'onadi. Ya'ni qiz farzandingiz bilan o'g'lingiz birga olib ketyapsizmi, harakat qiling, bunisi bilan alohida 1 soat o'tirishga, bunisi bilan alohida 1 soat o'tirishga. Yo'q, mani hech qanaqa ilojim yo'q deyapsiz, nimadir qiling. Misol uchun bog'chada bo'lgan vaqtida maktabidan sal vaqtliroq olib keting. O'sha 1 soat birga bo'ling. Bog'chagacha aytaylik-da, chunki kichkina bola deyapsiz, 3-4 yoshku. O'sha paytda u bilan birga vaqt o'tkazing-da, keyin bog'chaga bolangizni olib ketishga boring. O'sha paytda u o'zini his qilsin. Ha, men bunga kerakman, men bunaqasiman. Ko'p qiz farzandlarda nimaga bunaqa narsa paydo bo'ladi? Chunki onasiga qarab o'zini solishtirishni boshlaydi. Onam judayam chiroyli, o'smirlik paytida o'sish davri bo'lgani uchun ko'p qizlarda nima desam ekan, ya'ni organizmdagi o'zgarishlar sababli, misol uchun, o'ziga nisbatan qoniqmaslik hissi bo'lishi mumkin tashqi ko'rinishga nisbatan va solishtirish onadan boshlanadi-da. Demak, mani yaxshi ko'rishmayapti, mana onam chiroyli, onam man bunaqa, man unaqa bo'lolmayapman, mana uni ko'proq yaxshi ko'rishyapti, unga ko'proq mehr berishyapti. Ya'ni ko'rganiga qarab baho berishni boshlaydi. Shu ko'rganlarni hammasini biz tahlil qilishni boshlashimiz kerak. Muloqotimiz borligi bu bizani eng katta mukofotimizda. Ya'ni biza gaplasha olyapmizmi, shu narsani farzandingizga ham o'rgating. Keyinchalik farzandingiz ham kelib sizga gapirishni boshlaydi, so'rashni boshlang. Nima, qanaqa, nima his qilyapsan? Ko'pincha shunaqa vaziyat bo'ladi-da, mana shunaqa farzandlar bilan, ayniqsa o'smir farzandlar bilan qanaqa qilib munosabat qiling desa agar, men aytaman so'rashni boshlang. Misol uchun, qaysi joyda, qaysi harakatlar sani g'ashingga tegadi yoki nima senga yoqadi, nima senga yoqmaydi, nimadan qo'rqyapsan deb so'rashni boshlang deyman. Va albatta aytadigan gapim, o'sha payt gapini bo'lmang, urishib ham ketmang deyman. Eshiting. Ha, to'g'rimi deb eshitib ko'ring. Chunki bir xil joylarda biza ota-onalar ham o'zimizni tashqi tomondan ko'rolmaymiz. Xato qilishimiz mumkin. Biz ham xato qilyapmiz ham, shuni aytishimiz ham mumkin-da. Da, to'g'ri, mana shu yerda men noto'g'ri qilibman. Lekin men harakat qilaman bu yog'iga mana bunaqa qilish. Ya'ni va'da bera olmayman, chunki men ham insonman. Lekin men harakat qilaman bu yog'iga qizimga ko'proq misol uchun nimasidir eshitib to'g'ri yo'nalish ko'rsatish, o'g'limga o'g'il bolacha tarbiya berish. Lekin o'g'il bolani tarbiyasida otani o'rni juda ham muhimda. Ya'ni ota o'g'il bolani tarbiyalayotganda o'sha siz aytayotgandek снычка-присыночка bo'lib qolmasligi uchun to'g'ri yo'nalish ko'rsatish kerak. Ya'ni ota erkaklikni ko'rsatish kerak. Qanaqa erkaklik? Ertalab chiqib ketib, kechqurun kirib kelishmasda. Ko'pincha shunaqa bo'ladi-da, ya'ni ishda bo'ladi, ko'p ahamiyat beraman-da. Uyda misol uchun ayol ham ishlaydi,
erkak ham ishlaydi deylik, ota-ona ishlayapti. Hozirgi zamonda eng ko'pi shu. Erkak kishi ishdan keladi, dam oladi. Ayol kishi bog'chadan farzandlarini oladi, ham uyi keladi, ovqat qiladi, hamma uchun ishlaydi, lekin u ham ishlayapti. Xuddi shunaqa ovqat qiladi, misol uchun uylarini yig'ishtiradi, kirlarini yuvadi. Ertasi kunga har bitta farzandini kiyimini tayyorlaydi va bo'ldi u charchadi. Uni bolasi bilan gaplashishga hech qanaqasiga holi yo'q. Yetolmaydi hech qanaqasiga, chunki biz insonmiz, biz baribir charchaymiz. Erkak kishi bilan munosabatlar bor, boshqasi bor. Unisiga уже siz charchagan bo'lasizmi? Bu yerda o'zida prioritetlar noto'g'ri qo'yilgan. Ya'ni oilami, bu biz birgamizmi? Birgalikda degan tushunchani uyg'otishimiz kerak. Ya'ni uyda faqatgina bu yoki ona qilishi kerak yoki mana bunaqa degan narsa emas. Keling birga qilamiz. Birgalikda tezroq bo'lamiz. Biza birgalikda tezroq harakat qilishimiz kerak. Yaxshiroq natijaga erishamiz. Birgalikda vaqt o'tkazishimiz bu bizaga qancha pozitiv fikr beradi. Yoki misol uchun ko'pincha ko'ramanda, gaplashaman misol uchun ota-onalar bilan. Uyda uborka qilayotganinglarda, misol uchun generalniy uborka qilayotganimizda to'g'ri qil, tez-tez xonangni yig'ishtir deb o'smirimni urishaman deyishadi. Birga qiling deyman shu narsani. Kel birga yig'ishtiramiz deng. Kel birga yig'ishtiramiz. Gaplashib yig'ishtiring. Bola ham siz bilan gaplashib shuni yig'ishtirib qo'yadi. Lekin biz unga nima qilamiz? Shuni qilib qo'y, shaltomisan san, o'zingni orqangdan yig'ishtira olmaysan yoki yana boshqa narsa deb gapirsaga doim bularni faqat ish qilishimni xohlaydi degan uni tushunchani paydo qilib qo'yamiz. Lekin birga qilishga harakat qilsak, ishimiz ham tezroq bitadi, emotsiyamiz ham yorqinroq bo'ladi, hissiyotlarimiz ham yorqinroq bo'ladi. Har bitta farzandni o'g'il farzandda ham xuddi shunaqada. O'g'il farzandda ham ota ishdan keldimi, xuddi shunaqa har bitta farzand bilan birma-bir gaplashish kerak. O'g'li bilan отдельно, katta o'g'li bilan отдельно, kichkinasi bilan отдельно, qizi bilan отдельно. Oilada muhit joriy qilish kerakda. Hozirgi kundagi eng og'ir vaziyatlardan bittasi uydan kelgandan keyin telefonni olib qo'yish. Hozir chaqaloqni ham alohida iPad'i yoki nimasidir borda, multik ko'rishi uchun. Nimaga? Chunki bu bizga удобный. Ota-onaga ham hammasiga удобный, chunki bola tinch o'zini o'zi o'ynatib o'tiribdi. Keyin nima bo'ladi u bola? U emotsiyasini bildirmay qo'yishni boshlaydi, fikrlarini aytmay qo'yishni boshlaydi. O'zi bilan o'zini olamida yashashni boshlaydi. Va bu keyinchalik agressiyani oshirishi mumkin, chunki u qanaqa qilib agressiyani chiqarishni bilmaydi. Bola bo'lgandan keyin u bilmayapti nima qiladi, o'yinchoqlarni otadi, sindiradi, har xil bir narsalar qilishni va buzishni boshlaydi. Shu narsa nima uchun? Chunki agressiyasini chiqarishni boshqa yo'lini bilmaydi. Bu narsani biza ko'rsatishimiz kerak. O'sha paytda joriy qiling odatlar, uyimizdagi odatlar. Doska osib qo'ying. Uyingizda hamma narsa bor. Bitta doska ham bo'lsin, u hech narsa olmaydi. Doska bo'lsin-da, doska yozing. Bizani uyimizdagi qonun-qoidalar. Misol uchun, bizada misol uchun ishdan kelgandan keyin misol uchun telefon ishlatish mumkin emas yoki stol atrofida o'tirganimizda, ovqatlanayotganimizda telefon ishlatish mumkin emas. Ko'raman hozirgi kunda o'zimda ham shunaqa davr bo'lganda, o'zimda ham xuddi shunaqa bolam bilan o'tirgan vaqtimizda bolam tinch o'tirib ovqatini yesin deb mana planshet qo'ygan vaqtim bo'lgan. Keyin tushunganman qanaqa darajada noto'g'ri ish qilayotganimni. Chunki kinoga qarab turib bola yo ovqatni ko'p yevorardi, yo umuman yemasdi. O'sha multikka qarab turib. Men uni diqqatini уже bo'linib qolayotganini tushungandan keyin olib tashlashni boshlaganman. Yo'q, oldin yeysan, o'tiramiz, gaplashamiz keyin. Shuni biza o'zimiz telefonda ham, hozirgi kunda ham o'zimiz ham telefonda o'tirib ovqatlanamiz. Shuni u yoqqa olib qo'ysak yoki boshqa qilib shuni joriy qilib odat qilsak, bola tushunishni boshlaydi. Uy birgalik muhiti bor. Mani tushunishadi, mani eshitishadi. Ya'ni uyda ota ertalab kelib, kechqurun ketadigan inson emas yoki qayerdadir ushish kerak bo'lgan vaziyatda butun olamni ko'tarib baqirib ushadigan inson emas. U eshitadigan, qayerdadir yordam beradigan, qayerdadir nima desam ekan, bizani qo'llab-quvvatlaydigan inson ekanligini tushunishni boshlashadi. Har bitta o'g'il farzandga ham xuddi shunaqa, misol uchun aytaylik, uydagi og'ir ishlar bor. Stollarni ko'tarish bormi yoki musirni olib chiqish bormi? Qiz farzandda ham bor, chiq olib chiq deydi. Stolni ko'tar yoki boshqa narsa qiladi. Yo'q, shuni erkak kishi uyda necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar o'sha bola 5 yoshli o'g'lingiz bo'lsa ham qarash bor, ko'tarish bor. O'zingiz birga ko'tarishing, hop ko'tarolmayapti kichkina, lekin qarash bor. Ya'ni erkaksan, san hal qilib bera olasan degan tushunchani shakllantirishimiz kerak. Hozirgi kunda ko'p eshitaman-da ayollardan. Ayollar juda ham kuchli bo'lib ketyapti. O'g'il erkaklar juda ham passivlashib ketishyapti. Chunki biza o'zimiz shu narsani sababchi bo'lib qolamiz. Chunki ayollar uni tarbiyalayapti.
Ayol kishi tarbiyalaganda, ya'ni ona tarbiyalaganda o'zini qarashlari bilan tarbiyalaydi. Ota nima qilyapti? Selling ishda pul topaman, harakat qilaman, o'stiraman shu bolalarim uchun deb ishlayapti, mehnat qilyapti. Uyga keladi, charchaydi, dam oladi. Vaqti bo'lmaydi. U ham vnikать qilishni boshlasa, shu bola tarbiyasida o'g'ilda ham, qizlarda ham xuddi shunaqa sinочка, prisinочкаlar ham kamayishni boshlaydi. Qiz farzandlar ham mehri his qilishni boshlaydi. Mana bunaqa mehr bor, mana mani otam mehr beryapti, onam mehr beryapti, man ularga kerakman degan tushunchalar ham paydo bo'lishni boshlaydi. Nafas olish sinovga aylangandi. Burun bitishi xuddi devordek siqadi. Havo esa hashamatga aylanadi. Rinaxil yordamga keladi. Bir tekis purkash uchun maxsus formula. Evkaliptning antiseptik xususiyatlari, mentolning yoqimli salqinligi. Rinaxilni bir marta qo'llash bilan 12 soat erkin nafas oling. Rinaxil burun bitishiga qarshi vosita. Hozirgi kunda juda ham ko'p ajrashayotgan oilalar farzandga bu qanaqa ta'sir qiladi? Xo'p, ajrashish, если bu ota-onani qarori bo'lsa, ota-ona o'zi bilan gaplashishi kerak, tushunib olishi kerak, ajrashishdan oldin kelishuv qilib olishi kerak. Ya'ni biz nima bo'lgan taqdirda ham shu farzandni ota-onasi bo'lsa va ajrashayotgan er va xotin ekanligini tushuntirib berishimiz kerak. Xuddi shunaqa farzandimizga. Ya'ni otam mani tashlab ketdi deydi. Adam ajrashdi deydi yoki hech qaysi bolani man kam eshitganman, onam ajrashdi degan narsani. Ko'p hollarda adam ajrashdi, adam bizani tashlab ketdi degan fikr paydo bo'ladi. Nimaga? Chunki farzandlarni endi ko'p kuzatish natijasida asosiy shunaqa bo'ladiki, ona bilan qoladida. Onani ko'radi, onani qiynalayotganini ko'radi, siqilayotgan davrlarni ko'radi. To o'ziga kelmagunigacha men bundan qarori bo'lsa ham baribir oila buzilganda baribir bu ayolga ham ta'sir qiladi, erkakka ham ta'sir qiladi. Va ko'p hollarda bola ona bilan bo'lib qolgani uchun onani siqilayotganini, onani qiynalayotganini ko'rgani uchun ham otasiga nisbatan onasini prizmasida qarayotgani uchun ham mehr yo'qolib qoladi va ko'p hollarda adam bizani tashlab ketdi degan fikrlar paydo bo'lishni boshlaydi. Shu narsani biz bolaga to'g'irlab berishimiz kerak. Chunki ajrashish bu katta insonlarni o'zini qarori. Ya'ni bunda farzandlarni aybi yo'q. Eng birinchi navbatda bu narsada er va xotin, ya'ni ayol va erkak oila qurishni birga tanlashgan bo'lsa, xuddi shunaqa birga shu qarorga kelib ular ajrashishyapti. Farqi yo'q, bu yerda uchinchi shaxslar aralashuv bo'lsa ham yoki yana boshqa narsalar bo'lsa ham, umuman farqi yo'q. Siz o'zaro kelishuv asosida shu narsaga keldingiz va siz ajrashyapsiz. Ya'ni ayol va erkak qanday turmush qurgan bo'lsa, xuddi shunday qaror qabul qilib ajrashdi. Bu yerda farzand keyingi uровень, ya'ni keyingi bosqichda turibdimi, farzandni o'zingiz bosqichingizga olib chiqib qo'ymang. O'zingizni urovengizga olib chiqib qo'ymang. Agar siz farzandingizga "Adeyin menga xiyonat qilgani uchun ajrashdim. Adeyin mana bunday qildi, men ajrashdim" deyishni boshlasangiz, o'z-o'zidan farzandda shunaqa tushunchani paydo qilishni boshlaysizki, u otasiga nisbatan mehrni yoki otasiga nisbatan nafratni yana kuchayib ketishi mumkin yoki har doim keyinchalik ham endi ko'p bo'lgan, misol uchun konsultatsiyamga kelgan ayollar, qizlar bo'lgani, ishlaganimizda judayam kuchli otasiga nisbatan xafagarchilik. Nima uchun xafaga? Chunki bizani tashlab ketgan odam, ajrashgan biz bilan, boshqa oila qilgan. Xo'p, sizni ham oyingiz boshqa oila qilganmi desam, ha deshardi. Va buni normalni qabul qilishardi. Bu normal holat. Ona boshqa oila qilishi bu normal holat. Bizani tashlab ketmadi, bir gap bo'lsaydi. Lekin adam bizani tashlab ketdi. Nima uchun? Chunki ona shunaqa prizmada ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni adekvat inson sifatida bizni bolaga tushuntirishimiz kerak. Bu sani nima bo'lgan taqdirda ham otang, sani gaplashish huquqing bor, fikrlashish huquqing bor, u bilan borib bir haftada bir yashash huquqing bor, bemalol aylanib ko'rishib yurish huquqing ham bor. Ko'p onalarni emotsiyaga berilib o'sha paytdagi alamlari, xafagarchiliklari sababli ham ajrashayotgani uchun nima qilishadi? Farzand bilan otani o'rtasini buzib qo'yishadi. Ko'rishishga ruxsat bermaydi yoki yana boshqa, misol uchun uchrashuvlarga ruxsat berishmaydi, kelishga yo'q bormaydi, u yoqqa bormaydi, boshqa qiladi, men bilan qoladi deyishni boshlashadi. Xo'p, farzandingiz aytaylik 16-17 yoshgacha deylik, siz uni boshqara olasiz deylik, u yo'q desangiz bormaydi yoki boshqa narsa qilmaydi. Lekin farzandingiz katta bo'ladi-ku, baribir. U sizning mulkingiz emas. Katta bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Uni o'zini hayotini qurishi uchun sizni mana shu zapretlaringiz, sizni ruxsat bermaganlaringiz, sizni otasi to'g'risida noto'g'ri tushunchalarni olib kelib qo'yganingiz keyinchalik o'zini oila qurishiga
to'sqinlik qilishni boshlaydi. O'zi ma'lum bir ustanovkalari bilan yoki hamma erkaklar xiyonat qiladi degan ustanovkalar bilan yoki erkaklar mana bunaqa bo'ladi, erkaklar tashlab ketishi mumkin degan ustanovkalar bilan turmush qurishi mumkin va bu og'riqlari u bilan yashashni boshlaydi. Ta'sir qilishni boshlaydi. Turmush o'rtog'ini telefonini kovlashni boshlaydi. O'z-o'zidan turmush o'rtog'i xiyonat qilmasa ham. Nima uchun? Chunki shuni ko'rib o'sgan, shuni onasidan eshitib o'sgan. Shu uchun ham ajrashyapmizami, bolada bu noto'g'ri fikrlarni yoki bolani psixikasiga kuchli ta'sir qilmasligi uchun ajratib berishimiz kerak. Bolaga ayol va erkak ajrashyapmiz. Ya'ni biz oila qurayotganda ayol va erkak oila qurganmizni fikrlash va hozir shunaqa qarorga keldik, biz ajrashyapmiz. Lekin bu degani biz sizlardan voz kechdik yoki otang yomon degani emas. Agar bizni farzandga otang yomon ana bizani tashlab ketdi yoki otang mana bizani boqmayapti yoki yana boshqa narsa deyishni boshlasak, bitta insonni o'rtadan bo'ling-da. Bitta tomoni otasi, bitta tomoni onasi deylik. Tasavvur qiling, shu bolangizni siz bitta tomonini sevishga e'tiborsizda, yaxshi ko'rishga e'tiborsiz, lekin bitta tomonini yomon ko'rgan deyapsiz. Yoki misol uchun yana bitta tasavvur qilishingiz uchun qanchalik bu bolaga og'irligini. Ikkita qo'lingiz bor deylik. Bu qo'lingni umuman ishlatmagin, bu yomon qo'ling deyapsiz, bu qo'lingni ishlatgin deyapsiz. Qanchalik qiynalasiz bitta qo'l bilan ishlashga. Bu qo'lingiz baribir ishlatib yuborgingiz keladi-ku. Kerak-ku, Alloh bekordan bekorga bu qo'lingizni ham bermagan-ku. Xuddi shunaqa narsa bolada shunaqa tushunchani paydo qilasizki, bitta tomoningni sevmagin, bitta tomoning senga kerak emas degan narsani paydo qilib qo'yishingiz mumkin. Harakat qiling, bolaga nima bo'lgan taqdirda ham bu otang sani haqqing bor. Xohlagan vaqtingda otangni oldiga bor. Otang menga xiyonat qildi, ya'ni o'z ayoliga, u sani onangga xiyonat qilgani yo'q. Misol uchun, otani o'zida ayb bor, farzandiga qaraganda. Bir xil otalar bor, bolasini so'kadi, To'g'ri. uradi, onasiga qo'shib yoki misol uchun deylik, farzandi ko'p oilada bittasi semizroq bo'lib chiqadi yoki qanaqadir kasallik bilan tug'iladi. Shuni prям ko'zida nafrat shu bolaga. Shunda nima qilish kerak? Bilasizmi, mana shu joyda hamda aslida mana agar bundoq olib qarasak, 24 soat oladigan bo'lsak, 24 soat kamdan kam otalar farzandi bilan vaqt o'tkazadi. To'g'rimi? 24 soat aslida ona bilan farzand vaqtini o'tkazadi. Ota ishdan keladi. Kelganidan keyin ko'p onalar "Men bolangiz kasal, bu bolangiz mana bunaqa xato qildi, bu bolangiz mana bunaqa qildi, bu bolangiz mana bunaqa qildi" deb gapirishni boshlaydi va ko'p otalar uzoq vaqt shu farzand bilan vaqt o'tkazmagani uchun, o'zi ko'rmagani uchun onaga to'g'ridan to'g'ri ishonadi va tarbiyalashim kerak degan ustanovka paydo bo'ladi. Chunki men otaman, demak men tarbiyalashim kerak deb turib, noto'g'ri tarbiya yo'llarini berib qo'yadi. Shu uchun ham biza onalar to'g'ri shu yerda hozir ko'p onalar xafa bo'lishi mumkin. Nimaga hamma narsani man qilishim kerak debdi. Lekin 24 soat chunki siz vaqt o'tkazyapsizda bola bilan. Erkak kishi emasda. Siz farzandingiz kelajagi uchun ham qayerdadir biza gibki bo'lishimiz kerak, to'g'ri? Misol uchun ko'p onalar hozir xafa bo'ladi. Men shuncha qilyapman-ku deydi. Yana bu ham mangami deydi-da. Lekin bolangizni kelajagi uchun, biz uchun farzandlar juda ham muhim-ku, to'g'rimi? Bu xuddi shunaqa bolangizni kelajagi uchun otasiga uni yaxshi tomonlarini ham ko'rsating. Agar nimadir xato qilyapti yoki uryapti, otasi yoki boshqa narsa qilyapti, bolani himoya qilishni ham biling. Ya'ni bo'ladi noadekvat yo'nalishdagi erkaklar bor. Misol uchun remenlar bilan urib tashlaydi. Judayam jazolashni og'ir yo'llarini qo'llashadi. Shunaqa paytda unda gaplashish kerak ota bilan. Nima uchun u o'z agressiyasini bolasidan oldi? Aslida mana misol uchun bizani o'zimizda ham misol uchun ko'p onalar bilan ishlaganman. Nima uchun farzandingizni urdingiz degan narsada oxiri kelib chiqadi. Boshqalarning alamini eng slabi, ya'ni javob qaytara olmaydigan inson farzandi va farzandidan oladi. Xuddi shunaqa ota ham boshqa ishidagi alami bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, o'shani farzandidan olishni boshlashi mumkin. Chunki biza shu narsani yetkazib qo'yamiz-da. Qayerdadir biza o'rtadagi ko'prik bizada. Chunki boya aytganimdek, nima bo'lgan taqdirda ham 9 oy bu bola sizni qorningizda bo'lgan. Ayolli onani qornida bo'lgan va u sizni his qiladi va siz uni his qilasiz, to'g'rimi? Ota uni keyin ko'rgan. Ko'p otalar misol uchun mehrni keyin sekin-sekin qo'yishni boshlaydi deb biza qanchalik onalar qanaqa bolasini yaxshi ko'radi. Misol uchun bir marta Kesarova bo'lgan ayolda ikkinchi marta ham yotadi shu Kesarovaga.
Misol uchun bu narsa og'riqli, qanaqa og'rishini biladi, tushunadi yoki bir marta tuqqan ayollar xuddi shunaqa yana borib tug'adi, keyingisini ham tug'adi. Nima uchun? Chunki bolasini yaxshi ko'radi, bolani mehrini biladi. Lekin erkaklar bu narsadan o'tmagan-ku. Buni biza sekin-sekin yetkazishimiz kerak. Shu uchun ham bizda ayollarimizda gibkost bor-da, ya'ni moslashuvchanlik bor. Qayerdadir to'g'rilab ketish, qayerdadir muomala qilish. Qanchalik siz to'g'ri muomala qilsangiz, to'g'ri yetib boradi. To'g'ri, hozir siz aytishingiz mumkin, mani boshqa tashvishim yo'qmi? Men ayol kishi bo'lib qachon man ham qilaman, qachon man ham mazza qilaman. Aslida ham qachonki biza o'zimizdan xotirjam bo'lsak, qalbimizda og'riqlarimiz bo'lmasa, biza mana bu narsalarni kontrol qilishimiz ham oson bo'ladi. Lekin ko'pincha ayollar nima qiladi? O'ziga e'tibori 10-planga qo'yib qo'yadi-da, ya'ni xotirjamlikka yoki boshqa narsani 10-planga qo'yib qo'yadi-da. Asosiy e'tibori uydagi уборка qilishlar, yig'ishtirishlar, ovqat qilish, erini nima qilyapti, qanaqa qilyaptiga qarab qoladi-da. Bu narsa uni charchatadi. Har bitta ayolga ham dam olish kerak va buni erkakka ham to'g'ri tushuntirib berish kerak. Ya'ni misol uchun siz bolangiz bilan, chaqalog'ingiz bilansiz. Ichingizdan charchagansiz. Ayol sifatida sizni hech qanaqa sharoitingiz yetmayapti. To'g'ri uyda iqlimni yaratish uchun hech qanaqa sharoit yetmayaptimi? Harakat qiling, boshqalarga tushuntirib, 1 soat bo'lsa ham, 5 soat bo'lsa ham, 1 kun bo'lsa ham o'zingizga dam berishga, uxlab olishga. Uxlab dam olganingizdan keyin sizda shundoq ham yengildan energiyangiz paydo bo'ladi. Ko'p ayollar bilan gaplashganimda nima uchun oilada shunaqa muammo bo'ladi? Nima uchun agressiya ko'payib ketadi erkakda ham yoki farzandlarida ham? Onani yoki agressiyasi ko'payib ketadi, shu uyqu normasi buzilgani uchun. Bitta uxlab turing deyman, bitta o'zingizga dam bering. Uxlab turganingizdan keyin ham sekin uspokoyиться qilishni boshlaysiz deyman-da. Va o'shanaqa qilgandan keyin yaxshi bo'lib ketishadi. Chunki o'sha uyqu ham bizani sog'lig'imiz uchun juda ham muhimda. Katta o'ringa ega. O'ziga dam bergandan keyin yaxshi bo'lib ketishni boshlaydi. Yo'q, mani umuman ilojim yo'q, men bilan bolam desangiz ham yaqin insoningiz bordir. O'rtoqlaringiz bordir. Hop, eringiz sizni tushunmayapti deylik-ka. Hech kim podдержка qilmayapti deylik. Yaqin insonlaringiz bor-ku. 1 soatga bo'lsa ham iltimos qilib bering yoki turmush o'rtog'ingizga tushuntiring-da. Aytaylik, hech qanaqasiga pul qila olmayapsiz. Harakat qiling, ayol kishi agar nimanidir xohlasa qila oladi. Eplay olamiz-da, agar xohlasak, haqiqatda eplay olamiz. Shu narsani u yoq bu yoq qilib sekin o'zingiz uchun vaqt ajratishga harakat qiling. Kechqurun misol uchun o'zingizga misol uchun hech qanaqa vaqt yo'q va kechqurun turing-da, bir o'zingiz o'tirib o'sha kofengizni ichgingiz kelyaptimi? Kechqurun o'tirib iching, hamma uxlaganda. Dam bering o'zingizga. Shu narsa sizga orom beryaptimi? Qiling shu narsani. Shunaqa sekin-sekin o'zingizni восстановить qilasiz. Yo'q, bo'lmaydi. Nimaga faqat men deydigan bo'lsangiz, hop shu oila ajrashdi. To'g'rimi? Mani hech kim podдержка qilmayapti. Erim meni uradi yoki boshqa narsa qiladi davomida. Erim pul topmaydi yoki menga yordam bermaydi yoki boshqa narsa davomida. Hop shu ajrashdinglar deylik. Shunda vaziyatingiz hal bo'ladimi? Tasavvur qilib ko'ring. Baribir shu bola siz bilan. Baribir uni muammosi ham siz bilan. Yana qo'shimcha yana boshqa muammoyingiz paydo bo'ladi, to'g'rimi? Yana bir narsalar qo'shilib ketishni boshlaydi. Ajrashish yoki shu narsani buzish yo'q, bu hech qachon o'zgarmaydi deb qo'yish ham bu ham baribir sizga og'riqli kelyapti-ku. Undan ko'ra o'zingizga o'zingiz hop shu vaziyatim bor. To'g'ri tushunaman. Hop shu yerda nima qilishim mumkin? Nima meni qo'limdan keladi? Farzandimni erim uryapti deylik, do'pposlab tashlayapti. Nima qila olaman shu yerda? To'g'ri sekin tushuntiraman. Farzandlarim yutuqlarini otasiga gapirishni boshlayman. Misol uchun mana bunaqa qilyapti, mana bunaqa qilyapti, o'g'lingiz mana bunaqa yoki qizingiz mana bunaqa, u mana bunaqa deb sevdirishni boshlayman. Sekin-sekin boshlayman, u ham o'zgarishni boshlaydi. Yaxshi tomonga o'zgarishni boshlaydi. To'g'ri, noadekvat erkaklar ham bor. Unaqa vaziyatda biz boshqachasiga harakat qilishimiz kerak yoki yordamchi, misol uchun konsultatsiyalarga borib, psixologik konsultatsiyalarga borib yoki u ham misol uchun erkak ham xuddi shunaqa qaysidir psixologga borib o'zini ustida ishlab, bo'lsa ham shu oilani to'g'irlash mumkin. Harakat qilsa o'zgartirish mumkin. Og'ir vaziyatlarda ajrashish mumkindir. Lekin ma'lum bir joylarda farzandimiz uchun nima bo'lgan taqdirda ham shu oilani qurishda siz va eringiz birga tanlov qilgansiz. Aytishingiz mumkin, shu yerda yo'q, bizani majburlashdi deb. Bo'ladi-yu, misol uchun. Sovchi orqali erkak tekamizni majbur, tanlov baribir siz qildingiz-ku. Qo'l qo'yayotgansiz bo'ldingiz-ku. Yoki nikoh o'qitayotganda, misol uchun domlalar so'rashadi, "Sen rozimisan?" deyishadi. Haqiqatdan ham rozimisan deyishadi. Yo'q deyishingiz mumkin edi. Hop, o'sha yerda bitta kalta yerdingiz-da bo'ldi.
og'ir vaziyatda deylikda, hech narsa qilmasdi. Bu sizni tanlovingiz bo'ldi, nima bo'lgan taqdirda ham. Shu narsa siz adekvatni holatda tanladingizmi, uni buzish uchun emas. Ya'ni, bo'lmaydi, bu o'zgarmaydi, yo qiyin bo'lib ketadi deb buzishga harakat qilmasdan, farzandim uchun, boshqa narsa uchun qanaqa qilsam to'g'ri bo'ladi, nima qilishim mumkin, yana qanaqa yo'llarni topishim mumkin deyish harakat qiling. Ko'p ayollarda hozirgi aytyapman, eng ko'p uchraydigan narsa, charchadim deyishadi. Charchadim, nima qilaman? Yana men harakat qilamanmi? Qachon erim harakat qiladi deyishadi-da. Qachon eringiz harakat qiladi, qachon siz harakat qilsangiz. По-настоящему harakat qilsangiz. Eringiz ham harakat qiladi. Siz unga shu harakatlarini natijasini ko'rsatishni boshlasangiz, qanchalik shu natijasidan xursand bo'layotganingizni ko'rsatsangiz, eringizga misol uchun shu oila, farzand qanchalik sizlar uchun muhimligini ko'rsatishni boshlasangiz, kelajagi qanchalik muhim, yutuqlarini ko'rsatishni boshlasangiz, erkak kishi ham sekin o'zgarishni boshlaydi. Qattiqqo'llikmi yoki ishonch? Ko'p qisman ishonch, lekin qattiqqo'llik ham bo'lishi kerak. Nazoratmi yoki erkinlikmi? Erkinlik nazorat ostida. Ota-ona avtoritarmi yoki do'stmi? Do'st, ko'proq do'st. Baqiradigan ona yoki eshitadigan ona? Eshitadigan ona. Itoatkor bola, baxtli bola deganimi? Yo'q. Gadjetlar zararlimi yoki me'yor? Hozirgi kunda me'yorda bergan ma'qul. Shartli muhabbatmi yoki shartsizmi? Xohlasa, xohlamasa shartsiz muhabbat beradi deb o'ylayman. Zebo Bahromovna, sizga katta rahmat. Shunaqa muhim, серьезный suhbatni ko'targanimiz uchun juda manfaatli bo'ldi. Ishonchimiz komilki, bu sonimiz ko'pchilikka, ko'p ota-onalarga yordam beradi. Rahmat kattakon. Qayerdadir sizni og'riqlaringizga to'g'ri kelmaydigan gaplarni gapirgan bo'lsam, bundan rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Chunki nima bo'lgan taqdirda ham biz xohlasak, xohlamasak muammolarni umumiy deb bahololmaymiz. Men gapirgan narsalarim ko'proq umumiyga xos, lekin individual qanaqadir noto'g'ri yo'nalishda ham bo'lishi mumkin. Individual holatlar ham bor. Shuni ham inobatga olishlaringlarni so'ragan bo'lardim. Chunki individualga to'g'ri kelmasligi mumkin. Sizlarga ham kattakon rahmat chaqirganingizga. Menga atmosferangiz juda ham yoqdi. Kattakon rahmat. Sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bugun biz bolalar psixologiyasining turli jihatlarini ko'rib chiqdik va ehtimol asosiy xulosa shuki, tarbiya mukammallik haqida emas, balki samimiylik, hurmat va doim bola bilan muloqot haqida. Bu Asklepiy Group'dagi Pro salomatlik podkasti edi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va bizga obuna bo'ling. Unutmang, biz sizni sog'lig'ingiz haqida qayg'uramiz. Xayr, salomat bo'ling.